alaykum do'stlar. Har doimgidek men va yana Shadow Miner do'stlar. Bugungi videoda biz do'stlar albatta serverlarda o'ynab ko'ramiz do'stlar. Serverlarda o'ynaymiz. Xo'p, qanaqa serverlarda o'ynasak bo'ladi? Bugun biz juda ham ko'p serverlarda o'ynab ko'ramiz do'stlar. Xo'p, bu mana do'stlar, birinchi server Hypixel do'stlar. Hypixelga negadir menga kirmayapti. Mana login, encrypting and file to contact to the server. Back server istemamiz va Dexland do'stlar. Va Dexlanddan so'ng Minecraft server, A server, Survivor, Present and boshqalari va BlockFun do'stlar. BlockFun, Pika serverlari bor va Blocks MC juda ham ko'p serverlar bor do'stlar. Bugun biz albatta birinchi bo'lib Dexlandga o'ynab ko'ramiz do'stlar. Qani joining the world and loading terrain. Xo'p. Do'stlar kirdi va bunda biz nima o'ynaymiz? Qanaqa o'yinlar o'ynasak bo'ladi? Hozir borsak ko'ramiz do'stlar. Mana Harder Mystery, Skywars, Bedwars, Vigilania, Anarchia, Duel va Kit Pop. Do'stlar, biz meni duel o'ynagim juda ham kelyapti. Demak, duel ustiga bosamiz do'stlar. Xo'p, duel ustiga bossak endi qanaqa nimalar bor ekan? Qani yuramiz. Xo'p. Играет 84 kishi o'ynayapti ekan duelda va klassik duel va ikkalasi ham klassik ekan. 9, 8 ekan. To'xtanglar. Skywars duel, Bedwars duel. Xo'p, ko'plar bor ekan. Bridge duel, xo'p. Fireball fight, stick fight. Xo'p. Biz qaysiga kirsak ekan? Bridge ko'proq qani? Ko'proq kirganman. Skywars, mana shunga kerakman Bedwarsga. Xo'p, nabor, almaskaya bor. Xo'p do'stlar, almaska light purple, igra 5 kishi, igra 0 kishi. Xo'p, mana shunga kirib ko'rayotgan do'stlar. Chunki 5 kishi o'ynayapti ekan do'stlar bu yerda. Xo'p, duel ekan do'stlar bu. Xo'p, chiqish ekan bu. Qani? Boshlaymiz do'stlar. Qani ke. Qani do'stlar? Yutqazdim do'stlar. Qochamiz. Yutqazdik. Do'stlar, chunki nima demoqchiman? Qizgam sababi do'stlar, meshkamni zarari o'chib qoldi. Do'stlar, eski meshkam uncha yaxshi emas edi, chunki sensitivligi nima emas. Nima demoqchilar kerak? Xo'pki. Gel. Bir poygrav yutdik do'stlar mana. Revanş olamizmi? Davay, revanş. Agar ko'nmasa, ko'nmabdi demak. Elitra, nabor, nether bular bo'lmaydi. Endi bizga yana almaskaya light purple 10 kishi o'ynayapti, 9 kishi. 96 kishi do'stlar. Mana shu ham yaxshi kishi o'ynayapti ekan, lekin baribir menga shu yo'qdi. Qandaydir qani protiv, ya'ni meni nimam qidirilyapti ekan. Hamlet kartasi Luke Purple, ya'ni komandani nima qilish purpose. Hech kim kirmayapti-ku. Demak, do'stlar, chiqib ketamiz menimcha. Yo, kirsa kerak, yo chiqamiz do'stlar. Bridge o'ynasak-chi do'stlar. Fireball, bridge. Mana shu bridge o'ynaylik. Birga ekan do'stlar. Bridge degani shu ko'prik, mana shu ko'prikdan o'tib nima qilishimiz kerak? Uni nima bazasiga borishimiz kerak, ya'ni sakrashimiz kerak.
do'stlar meshkamni nimasi ham ishlamaydi eskisinigina. Ya'ni aylantirgichi ishlamaydi. Shuning uchun raqamlar bilan boshimiz urdim, xudoga shukr. Endi uni bazasiga sakrashimiz kerak. U uchun biz otgan paytimda urib tushirdi-da meni. Bu yaxshi deydi bir. Hop. O'xshamay qoldi, voy. Men meshkamga sakrab ketdim mayli. Bunda nima desam ham bo'ladi. Xo'p, mana bu bo'lmadi. Xo'p, endi 3 bu. Ha, o'zim. Meni meshkam aylanmayapti, ishlamayapti-da. Bo'lmasam bemalol yutaysiz bu bachchani. Ke. O'xshamay qoldi. Ke. Tushib ketdim. Tushib ketdim. Sakrama. Davay, mana shu faqat bloklardan foydalanamiz. Hop. O'zim meshkam nima edi? Yaxshiroq edi. Sakraydi do'stlar. Endi bizlar nima ochko nima yig'dik, ya'ni 1 ochko, u 4 ochko. Agar 5 gacha ochko, yaxshi. 5 gacha ochko bo'ladi. Tushib ketdik. Do'stlar, Samirishga yaxshi o'ynasa kerak menimcha. Yana bilmadim, chunki men o'ynashni bilmayman. O'ynash bilaman. Do'stlar, bu nimalarda men ikkinchi marta o'ynashim. Shu ikkinchi martada nima qilganman-da? Ikkinchi martada o'rganganman-da do'stlar. Hozir uncha boshqa o'ynash bilmaydimi-yo? Yoki zo'r o'ynab taylaydimi? Yana bilmadim, chunki u nima qildi do'stlar? Qanaydir internetim ishlamay qoldimi hozir? Tushunmay qoldim. Va onajon. Nima bo'lyapti? Menga internet do'stlar qotib qoldi menimcha, katta ehtimol. Zo'r qiz ekan. Qizmi o'g'il bilaman. O'xshamadi-ku bu mayli. Do'stlar hali sakramadim mayli endi. Disconnect qilamiz-mi, o'ynaymizmi? Lekin do'stlar, meni meshkam ishlayotgan sababi mana. Qani, ketdi.
ketdi mana. Birga birda yutyapman PvP'da, lekin mana shu bittalik nimalar ketdi do'stlar. Mana bittalik yutyapman, lekin nima desam, buni almashtirib qo'yapti-ku, shunlarda sal nimalar bo'lyapman mana. Shu payt tepaga ko'tarishim kerak, shu sindiramizda. Qiyin bo'lyapti. Mishka sabab ikkalamiz ham multik bo'lsak, mana. Ikkalamiz bir-birimizni sababimizda. Nima bo'lyapti mana? Nima bo'lyapti? Mana. Do'stlar, endi 4-3 qo'y, demak hozir yana bitta nima qilsam bo'ldi. Tushib ketdim. Nima bo'ldi endi? Nima bu? Do'stlar, hozir chiqamiz bundan. Endi boshqaroq o'yin o'ynasak-chi, dueldan boshqa Bed Wars o'ynasak nima deysizlar do'stlar? Bed Wars ham yaxshi yoki klassik duelda o'ynaymiz. Xo'p, Kristal, Elytra va Elytrada o'ynab ko'raylik qani do'stlar. Elytrani yaxshi ko'raman lekin. Va do'stlar boshlarni 1 2 1 3 nima o'chyapti? Do'stlar, qanaqadir qotishlar bo'lyapti yoki chiqib bo'lmaykan tepadan. Nima bo'ldi do'stlar? Xo'p do'stlar, men chiqaman bundan. Qotish bo'lyapti, shu sababli do'stlar duel emas. Xo'p, qaysi bir chiqish ekan? Qaysidan chiqsa bo'ladi? PP 1.8, PP 1.8 o'ynaylik do'stlar. Xo'p, nabor Gapelmi nimadir PvP ekan, tushunmadim. Xo'p, protiv nimalar qidirilyapti. Endi do'stlar, kamroq masofali ekan do'stlar. Xo'p, kim tanlaydi? Bundan ham chiqib do'stlar Bed Wars o'ynamoqchiman men. Qanday chiqsa bo'ladi? 8 bor. Xo'p, bo'lmaydi. 9. Mana yaxshi. Bed Wars o'ynagim kelyapti do'stlar. Bed Warsga yoki Vyjivaniyaga nima deysizlar? Mayli, Bed Wars o'ynab ko'ramiz do'stlar. Xo'p. Bed Wars va Discord. Okay. Bed Wars mashhurga sakraymiz. 1 2 3 qani. Qaysi komanda? Komanda tanlashga ulguramiz. Sariq ekan do'stlar. Qani. Birinchi 4 tagina shunday 4 ta olamizdan, birdan olamizdan qani edi. Magazinga boramiz va bitta jon sotib olamiz lekin shunday mashina qo'yamiz lekin mana qo'yib buni mana shu yerdan oltin olishni boshlaymiz endi do'stlar. Mana shu yerdan oltin olish boshlaymiz. Birinchi kravatni yopib qo'yamiz do'stlar, albatta. Endi men oltin olish boshlayman. Menam olay. Qancha olyapti? Yo'qol. Bitta o'lma plus ko'rasan-chi. Yana gezin ko'rasan. Tashlaringizni. 7 ta bo'lsin, oltin 7 ta bo'lsa keyin. Yo'qol. Oltinni biz qotyapti. Yana bitta. Qolganiga jun sotib olamiz va kredit sotib olamiz. Do'stlar, qani o'zi siniy seriy, ya'ni kulrang komanda ketibdi, sariq qolibdi. Xo'p, keyin esa beli oq bor, krasniy qizil umuman ketibdi do'stlar. Ya'ni seriy komandani, kulrang komandani bitta nimasi ketib, bitta qolibdi. A'zo bitta qolibdi va qolgan hamma nimalar tayyor. Beli oqam sindirilibdi do'stlar. Ammo shu bacha yaxshi bacha ekan. Xo'p, jolti 2 kishi, beli 2 kishi qolibdi. Seriy umuman ketibdi. Xo'p, boshqa do'stlar 12 ta bo'lib ketibdi. Nima qilmoqmiz? Xo'p, birinchi o'rinda Iron Sword va bitta bizga do'stlar
to'rtta izimrod va 3x zolida bizlarga birinchi o'rinda waterbox sotib olsakmi? Waterbox bizlarga kerak emas, dinamit 4x ga dinamit kerak, keyin blok kerak do'stlar. Bu nechta 4x zolida ekan. Do'stlar 5-6 ovalaygan. Yaxhi, nima bo'lib ketdi? Do'stlar, bizlardan bir kishi qoldi. Hozir magazinga boramiz lekin 40 ta bo'lib ketdi. Hozir o'lishimiz mumkin, shuning uchun mana bundan sotib olamiz. Dinamitdan 5-6 ta sotib olamiz va ovqat kerak bizga. Buni sinibdi. Qayerdan keldi bular? Do'stlar, men o'ldirdim buni. Xo'p, endi bir kishi qoldik bizlar. U o'lib ketdi u. Do'stlar, hozir biz qurib boramiz, keyin men uncha qurishga nima emasman. Ishqiboz emasman. Ishqiboz eman. Xo'p, mana shunday yuboramiz. To'qqiz. Tushib ketdim. Shuncha narsa bilan tushib ketdim. Agar nima bo'lganda, albatta mishkamni yaxshi ishlaganda aylantirib olib buni bir burlash qilaydim. Ha, mayli. Do'stlar, bu ham nima bo'ladi? Xo'p, qaysi komanda 4 ga 4. Mana shu komandani tanlab qo'ydim men. Nima farqi bor? To'g'rimi? To'g'ri. 5 4 3 2 1. Xo'p, 4 kishilik ekan bu do'stlar. 3. Mana shunda turaveramiz do'stlar. Xo'p. Turaveramiz. Endi do'stlar, mana shu agar Bedwars yutqazsak, endi nima qilamiz? Keyingi serverga o'tamiz. U Blocks MC server edi. Blocks MC serverida o'ynaymiz. Hali 60 tagina oltinim bo'libdi do'stlar. 7 ta oltin qilamiz. Men har doim 7 ta oltin qilganman, chunki qilich normal bo'lishi kerak-da. Birinchi o'rinda qilich bo'lishi kerak, chunki biz 4 kishi bo'lib ketdik. Qilich kerak-da. Qani 3 yana bitta bersa bo'lishi bilan nima qilamiz? Bitta oltin olib bo'ldi. Men ketdim. Mana. Xo'p, blok olamiz. Birinchi o'rinda 64 ta blok oldik va birinchi o'rinda yana birinchi o'rinda qilich olamiz. 26 ta temirga nima olamiz? Bu yerdan faqat 4x zolota bor ekan va 3x hammasi zolota nima deydi? Oltin ekan. Shuning uchun 4 ta oltin topamiz lekin TNT olamiz va birovni bazasiga borib TNTni portlatamiz. Do'stlar, birinchi bizning kravatimiz portlabdi. O'ldirish kerak do'stlar, ana uni. 7 ta bo'ldi do'stlar. Nega bizning kravatimizni sindirib ketishdi? Hamma TNT sotib olsin, hozircha ketdik. Qani, kesin agar kelgandan kel. Bittasini yo'q qildim lekin o'zim o'ldim. Endi do'stlar, umuman chiqamiz bu serverdan. Bilmaydi, Novay igri. Do'stlar, hozir bu serverdan umuman chiqamiz va mana do'stlar, keyingi serverimiz aytganimdek Blocks MC serveri do'stlar. Blocks MC'da qarang do'stlar, 10,000 ta odamdan 1,000 nechta odam o'ynayapti, lekin do'stlar Hypixelga kirganda kirardim, lekin nimaga kirmayapti Hypixelga? Chunki 200 mingtadan 37 mingta kirgan. Hypixel juda ham nima? Blocks MC'da o'ynaymiz do'stlar. Qani ketdik. Bu yerda pasport so'rar ekan.
Xo'p do'stlar, bu yerda esa bizdan nima so'rayapti? Albatta like so'rayapti do'stlar. Xo'p, story ekan bu va juda ham zo'r do'stlar. Blocks MC serveri. Bu yerda build battle topishingiz mumkin. Men bu game menyuni ustiga o'ng tugma bilan bossangiz chiqadi. UHK Run, Skywars, Egg Wars, Bed Wars, Wool Wars, Creative rejim do'stlar. Hop, TNT'lar bor, hamma nimalar borda do'stlar. Endi biz hozir bu yerdan Skywars o'ynab ko'raylik. Qani Skywars o'ynamaylik do'stlar, chunki Bed Wars o'ynadik. Hamma nima o'ynadik. Qotyapti nima? Hammada qotadi, yana bilmadim serverlar. Hop, boramiz do'stlar, yana boramiz. Hozir qotmay ketadi, bilmadim. Skywars Solo va Skywars Teams. Do'stlar, Teams ustiga bo'lsak qani jamoalar bo'lish 24 tadan 0 ta 0 ta ekan. Shuning uchun do'stlar, yaxshigina nima juda ham qotyapti. O'zimiz tanlaymiz. Tanla. Nima bo'lyapti? Solo mana. İşlemayken İşleş kerak, nima ishlamaydi? Skywars ishlamaykan bu do'stlar. Bular o'ynamaymiz do'stlar. Game menyuni ustiga boshqa game o'ynasak bo'ladi. Sky Giants do'stlar, UHK Run, US, Build Battle, Party PvP'lar bor ekan, partiyalar, Redstone PvP bor ekan do'stlar. Juda ham ko'p PvP'lar bor ekan. Ya'ni biz qaysini ko'rsak ekan, Sky Giants o'ynab ko'ramiz do'stlar. Xo'p, Sky Giant mini mega, xo'p, megani o'ynab ko'raylik. Qancha kishi 20 jamoa tanlash, blue team. Do'stlar, mendan boshqa hech kim qo'shilmayapti, shuning uchun yaxshigina minini o'ynab ko'raveramiz. 8 kishilik ekan bu. Hech kim o'ynamayapti. Do'stlar, hozir bir kutib o'tirganimizdan ko'ra yaxshicha boshqa o'ynaymiz. Hop, prison qamoqxona do'stlar. Qamoqxona juda ham ajoyib. Uchsa ham bo'lar ekan bunda. Start mining. Nima deganim? Start mining, miningni boshlash. Miningni qayerda qilamiz? Mining qayerda qilamiz? This legendary great. Tushunmadim, to'g'risi bu o'yinga nima qotib qolgan tepalar bormi? Qayerda mining qilish kerak? Umuman tushunmadim, to'g'risi. Box MC prison. Prisonga kirdik bo'lsa, Proud item will be removed in 20 sekund. Umuman tushunmadim. Sekund. Men qayerga ketyapman, o'zim tushunmayapman do'stlar. 10 sekund. Remote items. Lekin nimaga men bu yerga ketyapman, o'zim ham tushunmay ketyapman hozir.
do'stlar, xullas Blocks MC zo'r. Build battle ko'ramiz keyingi videoda do'stlar. Albatta build battle olamiz do'stlar. Mana Blocks MC degan serverdan nomi yozibdi. Bu server tushunmadim. Serverga uncha tushunmadim. Chiqamiz hozir disconnect qilamiz. Va boshqa serverlarda ham ko'rishimiz kerak. Mana bu Minecraft A server, yana bilmadim. Bunga ham kirmadi. Juda ko'p nimalarimiz bor do'stlar. Blocks MC server do'stlar. Xaridni ham berib qo'yibdi. Ha, okey, ha, tushundim. 33T. 33T. Mana, to'g'ri ekan. You have what do'stlar, kirib oldik serverimizga va biz Blocks MC serveridamiz va bu yerda downloading resource pack 1 resource packlar yuklanadi do'stlar. Do'stlar, mana shunday yuklanadi va biz bu yerda nima qilamiz? So'roq, open lifestyle, lifestyle, practice va wild kids. Lifestyle, open lifestyle esa lifestyle open. Xo'p. Nima bu? Open lifestyle. Nima bu open lifestyle? Random teleport. Random teleport. Teleporting 3 sekund. 4. Qandoqlar open lifestyle ekan bu. Nonimiz bor, hammamiz narsamiz bor. Hozir daraxt chopamiz. Ishtimiz yo'q ekan boshqa daraxt chopamiz va bizda birinchi maqsadimiz bu olmos topish bo'ladi va bu videoni yakunlaymiz. Va Stone Age do'stlar. Bo'lmadi. Do'stlar, chat qanday o'chirsa bo'ladi, bilasizlarmi? Buni talaysiz bilsangiz iltimos aytib yuboringiz. Men chatni o'chirishim, chat xalaq bo'lib qoladi. Hozir normal bejamaniya qiladigan odamga chat juda ham xalaq bo'ladi. Hozir do'stlar, biz nima qilishimiz kerak? Bu nechinchi versiya? 1.24 bo'lgani uchun do'stlar 1.24 shu versiya. Men 1.24 dan kirganman. 1.25 dan kirsam ham bo'lardi. Men 1.25 dan kirganman. Hech kim. Blocks fan open lifestyle coins money birka do'stlar, coins oltinlarim, ya'ni mana bu yerda yozilgan kills thesis world party, yana bilmadim bu nima uchun. Xo'p, nima qilishimiz kerak biz hozir? Do'stlar, bu yerda kristallar ham bor ekan do'stlar. Buni portlatsa ham bo'ladi, kim biladi? Kamon bilish kerak. Buni qilamiz, give deb ishlamaydi. Glow. Zo'rg'a o'tadigan bir nima kerak bo'lsa, o'lib ketamiz. Qo'ylik. Qiziqmas ekan do'stlar, disconnect qilamiz. Nimaga tushunmadim, nima uchun otdim men, nima uchun urdim tushunmadim. Xo'p, keyingisi Pikanet bo'lib do'stlar. Pika ham albatta zo'r, unda ham Bedwars har xil nimalari bor. Bunda biz Skywars o'ynaymiz do'stlar. Xo'p. Juda ko'p nimalar o'ynaydi. Xo'p,
bu serverda biz Open Prisonga kiraylik qani. Mana shu Open Prisonni yomon. Prisonda qamoqxonalar qandaydir yo'q qoldi desam, yana shuni ne qilsak? Xo'p, Unbreaking Protection 7, Unbreaking 4, 7 hamma shunaqa ekan. Xo'p, backpack, orqa sumka, key backpack va menu, operation suite leggings. Xo'p, biz Minor Max nima u Minor Max? Ha, tushundim. Bu yerda biz nima bo'lmayapti? Bize bunun hiç effectiveness yok. Benim yaptık bize ki bunu. Benim madem böyle yaptım. Nima qilishim kerakmi? Umuman tushunmadim. Xullas Call block 999X. Ha, endi yetib keldi. Kim bu? Rank up prestige. Xo'p. Kimni sotsak bular narsa? Ko'rib bo'lsa kerak-da. Xo'p. Prison statistikasi, player skills va events. Xo'p. Xullas ketdim, yani shopaman birlikda. Tushunmam to'g'risi. Yani darajam ko'p ketayotgan bilyapman, qolgan bilmayapman do'stlar. Hamma narsa backpacks is full. Full bo'lsa nima qilay? Qanday sotadi, ha? Right click the villager prior stage and get the next mine. Qo'ydim. Qancha bu? Call block 123 ta, call 377x ta. Your stage progress. 377 123. Hammasini 377 qilyapman. Dolayısıyla bekar mı yaptı? Bekar mı yaptı? Rank up qilaylik, rank up. You cannot change. Tushunmadim do'stlar, mana bu nima ish qilyapsan sen? You have current balance null. Xullas do'stlar, umuman tushunmadim. Bunga baribir tushunmadim. Tamam, sell sinker enchant, tamam, pickaxe enchant. Tushunmadim. Va buni ham disconnect qilamizmi yana? Xo'p, juda ko'p serverlarda o'ynadik va xulosa shundan iboratki, yana bir marta pikka kiramiz. Do'stlar, bu safar Skywars do'stlar. Prisonga qiziqdim, lekin baribir Skywars qilishimiz kerak va bundan keyin videoni to'xtatamiz. Sky Mines, Sky Purple, Open Prison, Open Lifesteal. Sky Mines va Sky Purple'ga kiramiz. Do'stlar, Sky Purple nimaga unaqa
Xo'p, protection 1 hammasi 1, shartimiz 1. Xo'p. Magical squad, gladiator squad, vendor squad va mashina. Ya bir urush kerak bunda. Ey, aytmaysizlar. Voy onajon. Tushunmadim men. Xo'p, endi salpal. Olishimiz kerak hozir biz. Kel. Kel. Nima bo'lyapti? Nima urmayapti buni? Xo'p do'stlar, yana bir bosamiz va boramiz. Do'stlar, tushunmadim. Shuni men urish kerak ekan, salpal yetib keldi. Xo'p. Kerak emas bu. Tashlab yuborsam bo'ladimi? Tashlab yuborsam. Nimaga tushib ketdim men? Hech nima ko'rmayapman-ku men. Protection 2 turadimi? 1 ekanda. Hamma xarta qaytib qo'ygan ekan do'stlar. Tushsam yana bir marta tushsam ko'rasizlar. Endi do'stlar umuman tushmaymiz. Yeb bo'lay bir manada. Sichqoncham ishlamaganga 1-2 ni bosaman deb umuman nima bo'lib qolyapman-da. Bosam normal o'ynayman. Do'stlar, video olmayman devdim o'zi, devdim. Turibdi ekan hammasi. Xo'p. Yo'q. Asab уже chiqyapti. Men shu magicalni bir kalni tanladim xolos. Bas, yana tushib ketdim. Bu Sky varsa ekan do'stlar, men Sky do'stlar keyingi videoda OneBlock o'ynasam nima deysizlar? Do'stlar, keyingi videoni men OneBlock qilmoqchiman. OneBlock, ya'ni OneBlock o'ynamoqchiman va mana orqamdan bitta krisa urib ketdi. Men gapirayotgan paytim urib ketdi va asabim chiqqandan men mashinaga bordim. Va yana pikaga keldimdagi yana bosdim. Men videoni boshida albatta pika deganman. Do'stlar, mana shu serverda men albatta nimamni yakunlayman do'stlar. Videoga like bosing va obuna bo'ling do'stlar. Bu men uchun juda katta motivatsiya bo'ladi va